Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshir qattiq to'layman. Manga kuch-quvvat ato qilinglar! Bu çağda yolvaz, eriş yollusuga aylanıdı. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanıman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'zsiz. Yasavol, Dinkin va Oko kichkishili biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantaq qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Dada, yaxshi bo'lib qoldingmi? Xeyli yaxshi. Sening aciz chaqdiring bo'ladi ekan, ha? Aks ta'sir ojizlik hisoblanmaydi. Qari chaqliq faqat sal-pal aks ta'sir ko'rinyotidi. Ciddi ahvol, ciddi ahvol, ciddi ahvol. Kuchirbagin. To'smi buzildi, cho'ng suv kelyotidi. Ekim shiddatlik, ahvol bek jiddiy. Darhol boray. Yaxshi, men qilib qilib orduni qo'g'day. Kel eriş yollusu. Sizlar nega borsizlar? Endi isimga keldi. Yani bazı işlerimiz bor ekan. Ha, davomli ahvol ko'rilsa sizlarning ishinglar chiqib qoladi. Mana bu yerda eriş yollusu. Oho, rosa avlaydigan joyga. Buni keyin o'ylashayli. Seningcha? Mundaq qilayli. Lanman, bu hareket kelmedi. Bu o çöpler kayadı geldi. Bilmeyme, bırak hazır bunu tazlaşkı vakit yok. Yaxşısı kichigini hareketlendireyli. Xeyme. Yaxshimisan Lanman? Yasavol, yordam kerakmi? Ko'midingmi, biz mangayli. Eriş yollusu, u yoqqa qara. Qizillar! Do'stim, sen berib bir taraf qila olamsan? Chatoq yo'q. Qizillar! Yaxshi oldu. Ben seni del şu yerde, aldın hayda. Belki kar köşse yeni tosmu peyda bulup, sunu tosup gelişi mümkün. Bu bexatarlik. Undaqda taşlarni ko'pirish kerak. Yaxshi. Yaxshi hareket geldi. Birinci kuvvetimizden bakaylı. Ünümü boldu, qara. Yaxshi, davamlaştırsa qandaq. Yana aylantirish kerak. Elbette şundan. O karı boran peyda kılıp uşak taşlarını düğüleydi. Seningcha, hiliqi boshliq kiyvaga odam tuniga sizlarga urug' setib bergan kishi ekanda. Shundoq, kun patay deganda bu bir xil o'simlik hamma narsaga foyda qildi dedi. U yana sizlar to'smiyni sinab teringlar dedi. Biroq bugun qarsak pelak tortib hamma yerni bir opdi. Yana to'smini buzishga boshlabdi. Bundaq bo'lishini o'ylamabdimiz. Biz ularni yo'lib o'tmoqchi bo'ldik, biroq amalsiz qoldik. Hey, avarchilik hili baken de. Mahsulotlarimiz tamamen tugashdi. Hamma yana o't besib ketdi. Biroq eng chong xatar o'tib ketdi. Ta'limimizga xiyman bo'lib qoldi. Ben bu yerde klipslerge yardım berey. Nayt yaxshi bo'ldi.
Eliqi başlıq kelgan adam haqida menga yana so'zlab bersanglar qandaq? Meningcha bu iskelet şahning o'yinimiki. Seningcha qandaq qarshi olusi? So'siriz. Vaqtni zoya qilmayli. Xiyman, ordiq tez qayt. Biz barayli davatqal. Nemish bo'pti? Tez, vaqtni o'tkazma. Biz qo'zg'aldik. Etner padişahlığı namından qasam qilamanki, zodi nemish bo'ldi? Işığı başlandı. Bir amal qilayli. Padişah bilan xonishni topayli, tez. Zal kendiki o'yinizda. Bu qandaq o'yin? Xiyman, bu yerda. Biz bu yerda. Xiyman, tezroq chordi. Bir odam keldi. Boshliq degan bir odam. O sizlarga urug' berganmidi? Sen qandoq bilsa? Uydagi ishlardan bildim. Tez boshqalarni qutqizayli. Andi, men bilan menla. Sen ne görse? Kuzat qilish uyiga borma. Orda o'rlay deb qoldi. Dila, tez bo'l. Şundak bu ya gümürleyle de kaldı. Ula, keyni yenishga boshladi. Ay, sana hiç bulmagandı. Hech bo'lmadi. Podshoh qani? Opla, adamla ne gitsin? Bu işten acayip mutlu oldum. Men mi jah to'ydim? Kaleskar qalasiga borayli. Bu narsa yana nim bo'lgandi? Bu pilaklar kuchimni qo'ymadi. So'siz chaqirganimni angladingmi? Biz sana ehtiyojlik. Ola kulumdan ketdi. Pilekler çınıp gitti vatıdı. Olağını barlıq gücüm bilen bu yerge ep gelişim gerek. So'siz. Sen alem koridoru orqali bizni bu yerga ep kelding. Sana ko'p rahmat. Dadam apamla qani, Dila qani? Ularni mo ep keldingmi? Yok, pilekler bek çırmap gitti vatıdı. Senin sehrin kudretli o. Şundak, bırak, gücüm yetmey vatıdı. Bu cezmen iskelet şahının kıgaşı. Kandak ispatlaysa? Onu da sonra. Kalip rojik arkalık iskelet şah bilen alakılaşkılı buludu. Ulan iskelet şah deydi o. Xiyman, bugun Galiskar qalasida zodi nima ish bo'ldi, ha? Yaxshisi o'zing javob ber. Sen bu pileklarni zodi nima qilding iskelet şah? Xonish Malinani cho'h, yana. Og'zingni yum. Aytqina, sen o palaklarni nima qilding? Ben? Shundoq, ular beshimni aylantirib etdi. Ko'rmadingmi? Bu narsa hammali yerga yamrab ketibdi. İskelet şah, ulağa amal kılanmadım. Yana bir chora top. Yok, iskelet şah, ulağını tosan mıgıdakma. Yaxshi, Xiyman. Buni sen qilmagan bo'lsang, kim qildi? Tez javob ber. Xiyman, ekranga kel. Javob ber. İskelet şah g'oyib bo'ldingmi? To'xta! Sen kim? Ha, ismim İvyosiydi. Üzümlük bahçalığının hocayini. Bu yer bana taalluq bo'ldi. Sen bolsan oddiy odam, oltin kumush, go'har yoqutlarning hammasi meniki. Yo'q. Karanla, o tosmini üstte durdu. Sözünü alala. Ben ve üzümlüklerim uzun yıl uyku dedik. Biz ahırı uygandık. Etler bizden. Bu Kaysar üzümlüklerge, bu acayip meyvelerge karanla. To'xta, Maraz. Balkim biror sharting bordir. Bu ketdi. Bu besh yo'g'on ko'ktat zodi nemidir? Ya Allah, pilekler yeni geldi. Onu tutuşku çağrı yok. İskelet şah, beni kutkuzu al. Bana yerden kıyafeti
Teşirgin, avval özlemni qutqizay. Plan tuzishim kerak. Morman, Morman! Tezlikda e'lon teriga kelib bizni qutqiz. Tez bo'l, tez bo'l! Bu yerda Mahmud Çatak, mara şiddet bilan kengayib hamma narsani vayron qilib etdi. Biz sendan yordam so'ramoqchi edik. Oljidingmi? Hozir o'zimga qarg'idakmi holim yo'q. Skilishcha, agar soqqagan biror qovurgan bo'lsa, bizga yordam ber. Amal yo'q. Bo'ldi qil. Mumkin emas. Hozirgi masala mening qanchalik bardoshlik bera olishimda. Heyman, taslim bo'l. İnsaniyet ve sizlarning sehringlar dunyoga hukmronlik qiladigan kun kelmasga ketdi. Tezroq taslim bo'l. Ham xiyol qilma, men seni chiqqan joyingga kirgizuvdimi? Çatak, Galiskar qalasiga bak uzun yo'l qo'ydim. Ha? Qaraganda masala maraz ekan-da. Shundoq, uning sehri kuchi bo'lgan sira eshiyotidu. So'sir, sen uning qudratini o'lchab chiqqin. To'g'ri, bu pelaklarni tajribxonaga olib borib, tarkibini tahlil qilish kerak. Yaxshi chora, amdamat bildi. Biroq, maraz hozir nima ish qilayotganda? Urla! Galiskar bizni kutmoqda. Qaranglar, sizlarning istiqbolinglar mana mushu. Sen kalampay, qancha cho'ng bo'lsang bu suv bosilib turadi. Ey biling, to'lib olaqlimi? Bunda qilaverish foydasiz, eng yaxshi tinish bo'laylik. Xudolar. Jinturlar! Bu etnirdi faqat ko'mgan o'simlikkan. Uni nima deydi? Menmi bilmayman. Amsa uning o'sishini qanday to'sqil bo'ldi? Ahvol murakkab. Jazman paytdan foydalanay. Temirigiz, sen nerede? Ben ağanda. Ey, sarangdek turayvermey, kallangni ishlat. Heymanni chaqiraylik. Nemish kuni chaqiramiz? Bundaq ahvolda uningdan foydalanib bo'ladi. Heymanning manga lozimi yo'q. Lozimi yo'q. Balkim men Heymanga lozim bo'laman. To'xta, biz bir-birlab kelaylik. Bu o'simliklarga eng zarur bo'lgan narsa zodi nemidi? Suv. Ular shiddat bilan o'sganda nihoyat ko'p suv talab qiladi. Marazning to'smig'i bek ko'ngil berishi shunday ekanda? Shundoq, to'sma buzilsalar, heliqi o't cho'plar yetarli suvga erishadi. Albatta shundoq. Biroq biz yana bir oddiy chorani sinab ko'rmadik-da. Ularmi boshqa o'simliklardek bek sovuqda o'smaydi. To'ltish nurni sinab baqsa qanday? Oko, hozir etnirda saqlanayotgan to'ng'iltish nuri yetmaydi-da. Undaqda qor yig'ish kerak. Yani kelib bugun yig'ish kerak. Etnirda qor yig'ish, yana kelib bugun. Bu mumkin emas. Balkim shundoqdir, biroq biz muzdaqqa berib, cho'ng muzdan birini olib kelib havoda parchalasak qandoq? Buning amali bor. Biz bir necha tarafning kuchini birlashtirib, bu ishni Galiskar qal'asi ustida qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki faqat shu yerda qudrati zo'r bo'ladi. O yer men va Heymanning kuch manbai. Biz faqat shu yerda eng qudratlik. Bo'ladi, Galiskar ustida, men muzab kelay. To'xta. Yana bir ish bor. Ikkimizning qudratidan boshqa yana bir kishining qudrati kerak. Yana bir kishi? Sendan boshqa yana kim bor? Sen onu demoqchimi? Shundoq. Etnirda, Heyman, men va undan boshqa yana Iskilit Shahmu bor. Men uni chaqiray. Galiskar bilan ittifoq tuzish mumkin emas. Men Galiskarga qadam tashlagandan tortib, hukmron bo'lg'icha hargiz bunday qilmayman. Heyman, yo'lingqimi? Senin nirvan buzuldu mu? Bu bizge lazım. Bilersen. Biroq sen ko'midingmi? Heyman yengildi. Uni heliq o'simliklar vayron qilib etdi. Özümüzü iyilisek kıyınıp kalırız. Sal kayning surmaymizmi? Ular bizga yolvursa, vaqti kelganda qimmatimiz oshidi. Bırak mağdurum kanlı diye tonultuş nurunda işiltip olay dedim. Bu hamoqat! Iskileceğim kız. Teşirgin, seni emas, o'zimni o'ylamasan bo'lmaydi. O! Heyman, sen nerede? Heyman, seni chaqiryapman. Men do'st sifatida Galiskarga boraman. Agar Iskilit
Şah Kaliskarıq gəlsə, onun sehri küçü eşib gididu. Toğra, o ilgirki hər qandaq çağdakıdan güçlük buludu. Bu taz yaman, intan yaman xəbərkən. Hazır biz düşman emas, belki birleksep tuzduq. Menimce onunla şengil bulmaydı. Oku, başka çaremiz yok. Alem kardorığı tez ba. Ha, sol ördedi. Hemmimiz tayyap oldu. Böyle itlerdeki batırlar olsun, yakı pusuklar olsun. Hemmisi kahak etmeydi. Ben İyosit, hemmi hükümranlık kılmam. Oku, sen bir şeyde kal. Ben bu yerde iskilit şah bilen bille. Hiç yok Oko. Elbette şimdi. Bu tek emdi başlandı. Mustakka barım, vakit toysalı beni kaytırıp gel. Etme, gözünü yuval aç. Tosmu buzuluşku başladı. Hem de üsümlüklerim soğuk kanılıgan oldu. Ondaqda o muzdaq dikende, xeymen vazifini tugatgandan keyin Ahırkı peytli biz onu kaytırıp gelimiz. bu qiziq planken. Agar uni qaytirib kelammisan Lishan, ha? Oldu, hem iş bitti. Oy! Ay! Eğer hesabım doğru bolsa 60 sekunddan keyin muz partisi Galiskarga yetib boradi. So'siz, o'z vazifangni ado qil. Galiskar sehrini ko'rsatsa, mening sehrim senda kuchli bo'ladi. Ahmak, çokum hiymenini çakırış gerek mi? Xiyman? Yo'q, Galiskar qal'asi mening. Undaqdı keyningi qara. Sen meni aldamoqchimi? Ha? So'siz, ishingni boshla. Olam koridorini to'liq echib o'tgin. Oxiri echildi. Iskilicha, turavergin. O nima bo'ldi? Hemmiş çayda. Sen hamon batırlık qilmanli deydigansan. Sen faqat charchimamsan? Krala, muz geldi. Tez çokuğu çık. Vaktini koldun berişki bulmaydı. Sen zadılı yaman ish qilishni o'ylamamsan? Sen zodi yaxshi qilishni o'ylamamsan. Hozirmi? Hazır. Köpçülük birleşeyli. Oko, sen mi? Bizga teximi köp kuş gerek. Iskilit Şah, gepimni angla. Sehri Hasan'ni ilgisi köte. O tegish doirasidan tezda alqib o'tib ketadi. Shundaqmi? Agar shundoq qilmasang, hammasi tugaydi. Tez bo'l. Angladingmi? Ha? Hoppa! Kayıkla tutuğu! Bu mümkün emez! Bu benim peslim! Benim vaktim! Bırak ben yeni kayıp gelemem! Yeni bir pesli var! Şunda! Yeni bir pesli var! Yeni bir pesli var! Biz yangdiq Iskilit Şah, birlikte jang qilib, marazni yangdiq. O'ylab baq, agar birlashsak, insonlar uchun nima degan ko'p yaxshi ishlarni qila olamiz, ha? Xam xiyol qilma, xiyman. Men insonlar uchun emas, faqat o'zim uchun ish qilaman. Oldirma, kunlarning birida etnerning hukmroni bo'laman. Men va do'stlarim bo'lsaqla maqsadga yetolmaysan. Balkim bu qitim bo'lmas. Men yana kelaman. Sözümni esingda tut. Şenmedim. İskilit canım işki yaxşı qılmaydıqanda. Aka, bəzilər şunda qırğılaç iş qılıdı. Ular yaxşı yamanı fərq etmeydi. Yo'q, men xuddi ish qilib qo'ysam yasovul meni uyga qo'ydiydi. Biroq iskilit shoh unda qil bo'lmaydi. Bilemsen Oko, bu çare yaman emas ki. Shundoqmi?
İskelet Şah endi yaman iş qilsa, biz onu mu senin uyunga haydayıp deyli? Mening uyimga? Yasavulning aytishicha, sening uying bek qalaymagankan. Agar İskelet Şah kirib qolsa, chiqadigan yo'lni topolmay qoladi emasmi? Yaxshi, bo'ladi. Men darhol yig'ishtiray. Yordam berarsan. Ha, men bek xo'shal pistek. Oo! Bizni saqlama. Bo'lmasa, bek uzun saqlab qolasan. Oh, bugun boshqacha kun bo'ldi. İskelet Şah bilan Xiyman birlikda jang qilib, o'rtaq dushman Marazni yengdi. Ba'zida boshqalar bilan hamkorlashish bak qiyin. Agar boshqalarning fikrini anglasang, boshqalarga hurmat qilsang, ko'z qarashing o'xshash bo'lmasimi, xizmat ishlash ko'p osonlashadi. Kim biladi, balkim sen buningda natijaga erishishing mumkin.